Siz birlamchi tizimda faoliyat yurituvchi shifokormisiz? Murakkab bemorlarni tashxislashda qiyinchiliklarga uchramoqdamisiz? Unda sizga AI Doctor platformasi yordam beradi. AI Doctor platformasi bu Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti olimlari tomonidan shifokorlar uchun yaratilgan sun'iy intellekt platformasi bo'lib, u minglab klinik protokollar, xalqaro tavsiyalar va dalillarga asoslangan tibbiyot tamoyillariga tayanadi. Platforma bemorning shikoyatlari, anamnezi, ko'rik natijalari, laborator va instrumental tekshiruvlarni kompleks tahlil qila oladi. EKG, UZI, MRT, MSKT, qon tahlillari va boshqa instrumental ma'lumotlarni interpretatsiya qilib, shifokorga yordam beradi. AI Doctor murakkab klinik holatlarda virtual konsilium tashkil qila oladi. Xuddi shunday kardiolog, nevropatolog, revmatolog, pulmonolog kabi tor doiradagi mutaxassislarni fikrini tezda bayon qilib bera oladi. Tashxisni esa MKB-10 xalqaro klassifikatori asosida shakllantiradi. Natijada shifokor ehtimoliy tashxislar, davolash rejasi, qo'shimcha tekshiruvlar va bemorni kuzatish bo'yicha aniq tavsiyalarga ega bo'ladi. AI Doctor shifokor o'rnini bosmaydi. U shifokor bilimini kuchaytiradi, vaqtini tejaydi va to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi. AI Doctor to'g'ri tashxis, tezkor konsilium va dalillarga asoslangan davolash uchun asl klinik yordamchi.